Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonliklar. Rishtonimizning markazida joylashgan o'sha Orom choyxonasining oldida kutubxona bor. O'sha yerdagi apalarimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir kutubxona haqida, kitoblar haqida bir rishtonliklarga 3-4 og'iz ma'lumot. Aziz kitobxonlar, mana biz Rishton tumani axborot kutubxona markazimiz tumanimizdagi ma'naviyat va ma'rifat maskanida faoliyat olib boryapti. Axborot kutubxona jamg'armamizda 46 mingdan yaqin juda ham har xil mavzularda, har sohaga oid adabiyotlar mavjud. Bolalar uchun ham kitoblarimiz mavjud. Mutolaa insonning eng zavqli oni bo'ladi. Albatta har bir kitobxonlarda, har bir Rishton kitobxonlarini mutolaa zavqiga, mutolaa xonamizga taklif etamiz.